Xullas, bugungi videoda omurtqa o'rnatamiz. Buning uchun bizga bitta fleshka kerak bo'ladi va internetdan omurtqani faylini olib, fleshkaga yozib olishimiz kerak. Men hozir omurtqada bo'lganim uchun Windows orqali fleshkaga yozishni ko'rsatib bera olmayman. Lekin ekranni pastida fleshkaga yozish videosini qo'yib qo'yaman. Yo'q deydi, mana mashqdan qat qilib bitta Amerika yo boshqa videolardan xullas o'rnatish videosini qo'yib qo'yaman. Xolos, bizning fleshkamiz tayyor bo'lgandan keyin buni biz noutbukimizga tiqib olishimiz kerak bo'ladi. Kameraga yaxshiroq ko'rinishi uchun kamerani nastroyka qildim, lekin ozgina qimillab turibdi. Xolos, noutbukimizni tegi-tugi bilan o'chirib olamiz va bizning qo'limizda omurtqa yozilgan bitta fleshka bo'lishi kerak. Buni noutbukimiz o'chgandan keyin noutbukka tiqib olamiz va noutbukni yoqish jarayonida biz F9 tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi mana. Tez bosib turaman F9 tugmasini. Va bizda boot menu ochilishi kerak mana shu holatda va bizda hozir birinchisida fleshka turibdi. Sizlarda fleshka birinchisida bo'lmasligi mumkin va shu holatda qaranglar. F10 ni bossang deyapti, BIOSga o'tasan deyapti. Men F10 ni bosdim va mana bu oyna ochildi. Kompyuter yonayotganda ESC tugmasi, delete tugmasi, F9, F10, F2 mana shulardan bittasi sizlarning shu joyga olib kirish kerak. Hop, bu yoqqa kirganlardan keyin boot settingsga o'tasizlar va USB bootni yoqasizlar. Hop, keyin pastga tushib, security boot degan narsa bor, uni o'chirishingiz kerak bo'ladi. U qayerda bor, o'z notebooklarda bormi u narsa? Mana security boot bor ekan, faqat bizda mana o'zi tegi ochiq holatda turibdi, disabled bo'lib. Endi bizga pastga tushishimiz kerak-da, mana USB turibdi mana. USB flash. F5 tugmasi pastga tushiradi, F6 tugmasi tepaga ko'taradi. Eng birinchi qo'yib olishimiz kerak. Keyin hozir fokus ozgina buzilyapti. F10 tugmasini bosamiz. Buni NTPga ko'targanimizdan keyin USB ni va Save Changes and Exit tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi va bizga bu avtomatik tarzda endi USB orqali boot bo'ladi. Va shuni mana bosishimiz shart emas. Omurtqa operatsion tizimida bizning noutbukimizda hozir ishga tushadi. Noutbuk ekranini hozir rosa artdim, lekin yana shu holatga kelib qoldi va mana ko'rib turganinglardek bizning kompyuterimizda yondi va aytayaptiki, qaysi tugmani bosdi. Biz enterni bosamiz va bu bizdan hozir men kamerani 2x qilaman. Chunki montajda bu narsani qila olmayman, yo'q bilmayman. Bizdan til so'rayapti. Biz bunda Englishni tanlaymiz va bizdan nickname so'rayapti. Men ko'pincha Ako qilaman. Va bizdan password so'rayapti. Kelinglar, men o'zimni shaxsiy passwordimni bu yerga yozib qo'yaman va qaytadan endi to'liq ism familiya so'rayapti. Buni yozishinglar ham shart emas, shunchaki enterga bitta bosasizlar va bizdan email adresini so'raydi, shunchaki enter bossa bo'ladi. Host name hech narsa yozmasanglar omurtqa bo'ladi, men narsa yozaman. Juda ko'p hollarda bu PC bo'lishi mumkin yoki Leon qilib qo'yaman, yoki Matrix qilib qo'yaman. Kelinglar, hozircha Matrix qo'ysam bo'ladi mana. Matrix deb yozib qo'ydim. Endi bizdan davlat so'raydi. Biz bu yerdan Toshkent deb yozsak, mana Aziya Toshkent chiqadi. Biz shunchaki enter bosamiz va bu yerda hamma narsani to'g'ri kiritdingmi deyapti. Yes tugmasini bosamiz. Bu bizdan qayerga o'rnatishimizdan so'rayapti. Biz birinchisini tanlashimiz kerak, chunki bizda bitta dona 256 talik SSD disk bor. Agar sizlarda 2 tushli disk bo'ladigan bo'lsa, pastki tepaga tugmasi orqali disklarni tanlab olsanglar bo'ladi. Men hozir 256 talik SSD ni tanlab enterni bosdim va bu so'rayaptiki, sen to'liq o'rnatasanmi yoki free space o'rnatasanmi deyapti. Ya'ni agar diskinglarda bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa, 100 GB atrofida o'shani free space qilishinglar mumkin va to'liqligicha o'rnatishingiz mumkin. Ya'ni ikkinchisi bu free space ni o'zi topib o'rnatadi, birinchisi bo'lsa to'liq o'rnatadi. Men hozir 256 talik SSD ga to'liqligicha omurtqa o'rnatmoqchiman. Shuning uchun enterni bosaman. Va bizdan rostdan o'rnatib olsammi deyapti. Yes install ni bosamiz va bu kamida 2-3 minutgina загрузка bo'ladi. Mana hozir ko'rishinglar mumkin, mana bu holatda turibdi va atiga 2-3 daqiqagina shu holatda turadi. Shundan keyin biz bemalol omurtqa operatsion tizimini ishlatishimiz mumkin. Tayyor bo'lganda men sizlarga omurtqani qanaqa qilib ishlatish to'g'risida ozgina ko'rsatma beraman. Hozircha videoni pauza qilib turaman. Ko'rishinglar mumkin, 1 daqiqa 41 soniyada omurtqa to'liqligicha o'rnatilib bo'ldi va bizdan restart qilishimizni so'rayapti. Shunchaki enter tugmasini bosamiz va kompyuterimiz to'liq o'chadi. O'chgan holatida biz bemalol USB ni olishimiz mumkin. Mana hozir notebookimiz o'chadi. O'chdi. Endi biz bemalol fleshkani mana olib, bemalol buni yopib, sumkaga solib qo'ysak bo'ladi. Endi bu yoqda shunchaki enterni bosamiz va bu o'zi bizga omurtqa operatsion tizimida kompyuterimizni yoqib beradi. Agar bundoqroq qilsam, sizlarga endi qulayroq bo'ladi, chunki endi meni qo'limni ham ko'rib turishinglar,
kerak bo'ladi. Bizning kompyuterimiz shu holatda yonadi. Mana bundoq qilaman va biz bu yerga boya ko'rgan parolimizni yozishimiz kerak. Men o'zimni qo'ygan parolimni yozib, kompyuterni ishga tushira olaman. Omirchi tizimi eng tez tizimlardan biri. Men aniq bu gapimga javob beraman, chunki kompyuterim bir necha kundan beri omirchi tizimida turibdi va nima xohlasam iloji boricha klaviatura bilan qilib tashlayman hammasini va bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa klaviatura orqali boshqariladi. Mishka juda ham kam ishlatiladi, faqat mana bunaqa setaplarga va qaranglar, endi biz birinchi bo'lib Wi-Fi ulab olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdan o'zimiz Wi-Fi tanlashimiz mumkin va unga parolni yozib Wi-Fi'imizga ulab olishimiz mumkin va bo'ldi. Biz bemalol menyularni yopishimiz mumkin. Endi sizlarga bu omirchi tizimi обновление qilish sistemani adolatda shunchaki enterni bosish orqali sizlar bemalol tizimni yangilab olsanglar bo'ladi. Men hozir notebookimga mishka ulab olaman qulaylik uchun va ko'rishimiz mumkin. Bizga bu обновление qilishimizni so'rayapti va sudo password chiqdi. Biz bunga o'zimizning tizim parolni yozamiz va bu обновление qilishni boshlaydi va bu juda ham tez bo'ladi. Mana bu holatda biz full ekran qilsak bo'ladi. Buni qanaqa qilding deyishlar mumkin. Qaranglar. Bu omirchi tizimida Windows tugmasi hamma narsaga javob beradi. Ya'ni buni nima deyotganimni bilish uchun shunchaki Windows tugmasi bilan T harfini bosishinglar mumkin va bizga mana bunaqa menyu ochiladi. Ko'rib turganingizdek, Windows tugmasi bilan xohlangan tugma bir ish qiladi. Mana bu yerda yozib qo'ygan Windows tugmasi bilan super tugmasi, ya'ni return bu enter tugmasi. Super bilan returnni bosish orqali terminalga kirasan deyapti. Kelinglar buni biz sinab ko'ramiz. Super bilan enterni bosdim va bizga terminal ochildi. Mana ko'rib turganingizdek, bizning terminalimiz ishlayapti va endi oynani qanaqa qilib yopamiz desam, mana close yozsak, close Windows turibdi va bu super V ekan. Endi kelinglar biz super tugmasi, ya'ni Windows tugmasi bilan W ni bosib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, bizning terminalimiz yopildi va biz bu menyudan shpetsi bo'ladi. Endi boya sistema обновление bo'tuvdi ku. Qani o'tsanglar, Windows tugmasi bilan birga bossanglar, tepada mana bir o'tadi. Bu birinchi workspace va bu yerdagi terminalga xalaqit bermasdan turib biz bemalol ikkinchi workspace ga o'tib olishimiz mumkin. 3, 4, 5 qilib ko'rib turganingizda tepada aylanib yurishimiz mumkin. Va bizda Windows C ni bossak, mana bunaqa menyu ochiladi. Hozir men nimaligini tushuntirib beraman. Например, biz bitta terminal ochdik. Endi biz Windows Alt C tugmasini bosish orqali uni yashirib qo'yishimiz mumkin. Va e'tibor beringlar, biz ikkinchi workspace ni ochgan bo'lsak, 3 ga o'tib turib C ni super bilan C ni bossak, bizga o'sha terminal ochiladi va biz 1 ga o'tib turib ham yana xuddi o'sha super C ni bosish orqali o'sha terminalni ochishimiz mumkin. Ya'ni bu workspace'lardan-da tepada turadigan bizning bitta workspace'imiz, ya'ni adashmasam subtract va shunga o'xshash qanaqadir atama bilan atalardi. Birinchi marta o'rnatganimiz uchun juda ham uzoq vaqt обновление bo'ladi. Uni qanaqa uzoq vaqt? 10 minut, 5 minut atrofida internet tezligiga qarab, masalan, mana kompyuterimda 4 minut atrofida bo'lganda va notebookimdan ko'rinib turibdiki, o'rtacha 1 megabaytdan skachat qilayotganini hisobga olsak, kamida 10 minut atrofida bo'ladi. Endi biz e'tibor beradigan narsamiz tema o'rnatish. Qaranglar, super control va space tugmalarini bosish orqali biz mana bu menyuga o'tishimiz mumkin va bu bizani ekran rasmimizni o'zgartirishimizga yordam beradi va agar sizlarga bu ekran rasmlari o'zi zeriktirsa, super bilan space tugmasini bosasizlar, bizda bunaqa menyu ochiladi. Bu yerda biz style bo'limiga o'tishimiz kerak va bu yerda tema bo'limiga o'tamiz va bu yerda bizga ko'plab temalarimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Men ko'proq mana buni ishlataman va kirishinglar bilan o'zi o'shanga moslab beradi to'liq kompyuterni va endi terminalga o'tadigan bo'lsa, даже bizning terminallarimizgacha ranglari o'zi qorayib o'zgargan bo'ladi. Hamma dastur, jumladan VS Code va shunga o'xshash dasturlarning hammasi ranglari bunga moslashadi va endi biz qanaqa qilib o'sha dasturlarni o'rnatamiz deb, yana o'sha menyuga o'tamiz, Windows Space bilan va biz install menyuga o'tamiz. Ko'rganingizdek install kirdim va bizda bu yerda ikkita bo'lim bor. Package va out. Bu ikkalasini men to'g'risi farqini bilmayman, lekin bittasida yo'q narsa doim bittasidan topiladi. Masalan, men package ga kiraman va biz bu yerdan Visual Studio Code deb yozamiz va ko'rib turganingizdek bizda o'zi chiqdi. Visual Studio Code chiziqcha bin. Ko'pincha chiziqcha bin degan narsalarni yuklab olsanglar, u sizlarga o'sha official bo'ladi, ya'ni originali bo'ladi. Ya'ni men doim qanaqadir ilova o'rnatayotganimda chiziqcha bin bilan tugaganlarni o'rnataman va ancha menga bu qo'l keladi. Lekin bu negaligini o'zim ham bilmayman. Например, mana Visual Studio Code'ni bosdim va bizdan kompyuterimiz parolini so'rayapti. Parolni yozdim va ko'rishimiz mumkinki, bizda hali
обновление tugamagan. Ya'ni обновление hozir bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Aynan shu обновление bizda tugagandan keyin biza bemalol ilovalarni o'rnatishimiz mumkin. Ya'ni qanaqa o'rnatishni o'zi bilamiz. Biz mana bu yerdan install bo'limiga kiramiz va Aurga o'tishimiz mumkin va ko'rishimiz mumkinki, bu yerda 118 mingtadan ko'p ilovalar bor ekan. Например, OBS Studio desak, mana OBS Studio, OBS Studio Git, browser va shunga o'xshashlar chiqyapti, lekin OBS Studioni o'zi chiqmadi ko'rganinglardek. Endi bu yerdan chiqamiz va install qilib turib, mana Discord kirib ketib qoldi. Installga kiramiz va bu yerdan package ga kiramiz. Boya Aurga kirgandim. Endi OBS Studio desam, mana ko'rganinglardek, OBS Studioni o'zi ham chiqdi. Ya'ni uni ustida bo'lmasa, buni ustida bo'ladi. Xullas, liboy qidirgan ilovalar bu yerda bor. Masalan, endi Yandex ko'rdinglar, Yandex deb yozsam hech qanaqa ilova chiqmadi, lekin men Yandex Music'ni o'rnatmoqchi edim. Endi biz Yandex Music'ni Aurdan qidirib ko'ramiz. Install Aur qilamiz va Yandex Music qilsak, mana endi ko'rishingiz mumkin, Yandex Music va Yandex Music Bing chiqdi. Ikkalasini ham deyarli farqi yo'q, ya'ni ikkalasi ham bir xil ishlaydi. Men lekin kompyuterimda Bingni o'rnatganman. Sizlar ham bemalol Yandex Music'ni o'zini ishlatsanglar bo'ladi, ya'ni ikkalasini ham ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol o'rnatib, ishlatib ko'rib va o'chirib tashlanglar ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda e'tibor beringlar. Bizda Yandex Music downloader ham bor ekan, ya'ni bu xohlagan muzikani Yandex Music ilovasi orqali kirib yuklab olishga ham imkon beradigan dastur. Ya'ni biz deyarli xohlagan narsamizni bu yerdan o'rnatib olsak bo'ladi va обновление ham tugib qolibdi. Xullas, bugun video shundan iborat edi. Ya'ni men bugun sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchi edim va kelinglar bu videoni shu yerda tugallaymiz va keyingi videolarda men agar sizlarga Omerchi tizimida nimadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ularni ham ko'rsatib ketaman.